Assalomu alaykum. Meni jajji bolalarim. Bugun yana yangi ertak eshitamiz. Bu ertakning nomi Aldoqchi Ruslan deb nomlanadi. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Bir zamonlar Ruslan degan bir odam bor edi. U odamlarni ko'p aldab, yolg'on gapirishni odat qilgandi. Har bir qishloqqa borib, qisqa muddatga uy ijaraga olar va keyin uy egasini mening pulimni o'g'irladi deb yolg'on ayblardi. Shundan so'ng u qishloq hokimiga shikoyat qilib, o'g'irlangan pulni talab qilardi. Har bir hokim uning da'vosiga ishonib, o'z shaxsiy mablag'idan Ruslanga shu miqdorda pul to'lab berardi. Ruslanning makri hali hech kim tomonidan fosh etilmagan edi. Bir kuni qishloq hokimi xavfsizlik choralari haqida o'ylab o'tirganda, Ruslan g'amgin va yig'lagan holda uning uyiga kirib keldi. U ijaraga olgan uy sohibi Sarxon uning ko'p miqdordagi pulini o'g'irlaganini da'vo qildi. Qishloq hokimi bu gapdan hayratga tushdi, chunki Sarxon hammaga mehribon va halolligi bilan mashhur edi. Shunday bo'lsa-da, hokim Ruslanning talabini qondirishga majbur bo'ldi va unga pul berdi. Ertasi kuni hokim xodimiga Ruslanni diqqat bilan kuzatishni buyurdi. Biroz vaqt o'tib, xodim qaytib kelib, Ruslan qishloqni tark etdi dedi. Shunda hokim bu firibgar haqida barcha atrofdagi qishloq hokimlarga xabar berdi. Ruslan navbatdagi qishloqqa borib, yana aldashga urindi. U yerda ijaraga olgan yangi uyiga joylashib, kechqurun mo'l-ko'l ovqatlandi va uxlashga yotdi. Biroz o'tib uni har xil xayollar egallay boshladi. Endi menda ko'p pul bor. Ertaga shu uyni sotib olaman. Qolgan pul esa butun umrimga yetadi. Endi tavba qilaman va masjidga namozga chiqaman. Shunday deb pullarini yana bir karra sanab ko'rib, xotirjam uxlab qoldi.